Manda o'xshagan lapizlaqmanni ko'rib lam ishtayinglar ichilib ketdi deyman. Tam tilingizlam qoldigan uydagilaringiz yana bormi deb turib yeydigan lapizlaqman qilishni o'rganib oling. Usulü intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Buning ketarlik materiallar tuvandagidek. Avval qo'y go'sht bulamdi yoki kal go'sht bulamdi video ko'rsatgan bo'yicha nepzaroq qilib sal cho'ngaroq qilib to'g'rab olamiz. Avval ochiq yo'q lapizni qaynoq suvga chilab yumshatib olgandan keyin to'g'rab tayyorlab olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Avval qozonga azroq moy qo'yib, qozonga go'shtni silib azroq tuz bilan qoraymiz. Undan keyin azroq kavuchin silvitimiz. Go'sht qo'rgan vaqtimizda sal uzunroq qoraymiz. Bunday qilgan vaqtimizda ham yumshoq ham tamlik chiqadi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Sizlar uchun yaxshi mezmonlarni tayyorlash uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkas rayonigacha qaqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Göz sağırıp mushalat ketganda so'ng piyozni silib qo'raymiz. Undan keyin ushshoq chanib olgan pomidor bilan samsoqni birga qo'raymiz. Undan keyin uyimizda chanib olgan qizil lazini azroq silib etamiz. Yangi yillik faoliyatimiz boshlanib ketdi. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darsligimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. 60 xil darsimizga tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Undan keyin yumshatib tayyorlab olgan lapizni silib, azroq qaynoq suv qo'yib, tam xurishlaridan azroq tuz, azroq oqmi silib, ta'min tetib olamiz. Undan keyin qizil laz, ko'k laza, jusayning pishmaydigan yerini boshda silib, bir ishga qo'rib olgandan keyin, undan keyin jusayning ko'k tarpini silib, ishkilashtirib lam olsaq bo'ldi. Mana lapiz lag'manlarimiz ajoyib o'xshab ketdi. O'xshabdi deganlar bir raqamini, o'xshamabdi deganlar ikki raqamini bisbaq qilinglar qani. Lag'man xamir yo'g'irishni tafsili deb ketmadi, men maylan bilamiz. Ma'qul usul bo'yicha lag'man aytib sinab beqing, tavsiya qilaman. Ajoyib o'xshaydi, ta'm tilingizlam qoldi. Yeyilik izdab so'rab yeydigan lapiz lag'man naq mushu shu ha mana. Avval sizlar yanglar, undan keyin men yey. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi aytib sinab beqing, kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.